Do'koniga keldik. Xullas, mana shu smartfon narxi $120 atrofida. Pamyat kattaroq, yana kattaroq. Mana bunisini ko'ramiz. Mana shu $400 atrofida ekan. Xitoyda qaranglar, narxlar qanaqa. Mana shu planshetni ko'ramiz. Redmi Pad SE. Bu ham $120 atrofida. Buni qaranglar, narxlar realniy arzon. Mana xolodilnik ulari bor. Mana shu ochkisiga qiziqdim nimaligiga. Mana shu ochki. Bu massajniy ochki menimcha. Narxiga kelsak agar 399 bo'lsa agar $40. Yomon emas. Zo'r, yaxshi narx. Mana shu iPhone'ga lekin juda ham o'xshatibdi. Yon tomondan qaranglar-da. Buni narxi 4.5 bo'lsa, bu ham shu $600 atrofida bo'lyapti. 600 emas, $550 soatlar. Xullas, narx-navolari praktически o'zimiznikidek desam ham bo'ladi. Yana bilmadim. Xullas, iPhone Xitoyda narxlari AirPods kerak emas, 16 Pro Max. Narxi lekin buni qancha chiqyapti? $1300 atrofida. Bu pamyati 256 taliga $1300. Narxlar xuddi o'zimiznikida. Ofitsialniy iPhone do'koni. Menimcha 16 Pro Max o'zi yetarli. Boshqa narsa hech kimga qiziq bo'lmasa kerak. Xitoyda iPhone'lar xuddi o'zimiznikidek narxlari. Shuning uchun shu o'zimizdan olsangiz yaxshiroq, garantiyasiz ishlaydi. Oyog'ingiz bardosh beradimi men bu yerda yurishga? Shu yerda voqma qilib yurish, lekin haqiqatan ham sal og'rir ekan. Sal emas, normalni og'riyapti oyoq. Wow. Yo, haqiqatan ham og'rir ekan lekin. Sinab ko'ringlar-da bir. Agamiz yurmayaptilar pas. Endi kamerada bilmayman sizlarga qanaqa. Hozir lekin oyoqdagi dabdala kir. Ham kir bo'ldi, ham og'ridi. Realni og'rir ekan lekin. Oteldagi nonushtalarimiz nimalar bor? Asosan bu yerda faqat cho'chqa go'shti. Shuning uchun biz yeydigan narsalar mana buni qaranglar. Qovoq tuyoqlar, ana u. Xullas tushundinglar ko'p. Men bu emas, cho'chqa go'shti. Bu tamom хлебобулочный, tuxum. Xullas juda ham ko'p narsalar bor. Men bu pigodi deyiladi menimcha. Bu ham cho'chqa go'shti bilan tayyorlangan. Buni ham yemaymiz. Dars ketamiz. Bu yerda men bu sushi bilan men bu go'sht menga yoqadi. Va dars ketdi. Biz olgan narsalarimiz mana. Bular hayron buncha podpисчикni ko'rib. O'zbekga murdi baribir. Qiz ham hayron. Nima bo'lyapti bu yerga? Zo'rmi? Zo'rgu, aka, zo'rgu. Ha, to'g'anda tur. 快手平台上面直播， Живая трансляция на быстрой ручной платформе. Ну да. Это такой человек, живые выступления талантов и взаимодействия красоты. Chiroy uchun ekan bu talant. Biz rekordni urdik aza. 翻译的不打包的，我听不懂。Thank you。是得到了。 Nima dedi? Nima ekan? Primo efirga tushdingiz dedi, rahmat dedi, mazza qildi xullas. Shunaqa gaplar bo'ldi. Reklama bo'ldi-da. Ha, hozir Xitoyning ham rekordini urdik. Yomon emas. Olg'a. Mana trend olyaptilar. Shuni qaranglar. Boshida kamera. Shu
Shunaqa gaplar. Akamiz ana chapak cholyaptilar. Shunaqa gaplar. Xitoyda zerikmaysiz. Hozir mana bir kechasi haligacha ko'chada yuribmiz. Har kuni shu ahvol. Ha, hech kim yo'q. Men bu narsani oldidan shunday otib keta olmadim. Nima qilayotganini bilishingiz uchun quloq tozalashyapti. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Ko'cha o'rtasida ajraga quloq tozalashyapti. Sizlarga yarashibdimi? Xitoy avtomashinalarini sifatliligini qayerdan bilsangiz bo'ladi. Mana hozir biz taksida 347 ming kilometr yurgan bu mashina. Bir xil turibdi yani, salonni ko'ringlar qanaqa. 347 ming yurgan. Tasavvur qilyapsizmi? 3,5 krug degani. Bizdan mashinalar уже o'zingizlar kommentariyada yozib qo'yinglar nima bo'lardi. Bularni bu bir diniy marosimi. Men bu yerdan suv olib, qaranglar. Men bu yerdan suv olib, ichiga tangani tashlashar ekan, men buni boshiga surishadi. Biz dunyo kezsangiz har xil narsalarni ko'rar ekansiz. Qiziq. Qaranglar, videoni bekorga bundan boshlamadim. Men bu yerdan mana bunaqa taxtachalar olasiz. Yozasiz. Qanaqa niyatlaringiz bor va mana shu joyga elasiz. Bu ham bir shunaqa odat ekan bo'ladi. Haykalli lekin qaranglar kattaligini. Mana shunaqa makaron pishiryaptilar akamiz. Kim jilani bormi mana buni yeyishga? Bular immuniteti to'g'ri ovqat yesak, menimcha bizani o'zbekona ovqatlarni bular yesa agar atrofli bo'lsa kerak. Bunaqa ovqatga o'rgangandan keyin. Qoyil. Thank you sir. Men bu kishini taniganlar bormi? KFC'dan yangilik. KFC'dan yangilik ekan. Buni qaranglar. Mana bismillah. Buni qarang. Qo'y go'shtimi bu? Mana yangilik, mana yangilik. Hindistonda KFC'dan yangilik. Qanday ekan? Yording lekin bombas ekan lekin. Zo'r ekan lekin. Ha. Mana. Mana yangilik. Nech pulga oldik buni? 15 dollarmi? Ha. 15 dollar ekan. Qovurg'achalar faqat. Zo'r. Buni qaranglar. Bitta mopedda 3 kishi. Bitta 2 kishi. Shofyordan bu kishi kattaroq ekanlar. Ha, men bu yerda 3 kishi. Xullas, men bu yo'lda, qaranglar, yo'lda qanchaligini qaranglar. Men bulardan ehtiyot bo'lish kerak. Telefonni shunday qo'ldan olib suradi. Buni qaranglar. Ko'rsataymi, ochaymi? Och. Maramat. Mana eng mazali narsa bu yerda shu. Ha, shuni yeyish kerak lekin. Bular qiziq emas endi menga. Nariroqqa boramiz. Ana. Kecha sanayman, sizlar hayratga qoladigan darajadagi video ko'rsataman. 1, 2, 3. Allah. Вы сказали? 你喜欢的话，你可以选一个杯子，阿姨给你 Это 倒。 что? Манго, ананас. Манго, Без ананас. сахара, что ли? Yes, без сахара. Zo'rmi? Zo'r. Zo'r. 全水果的，配不加糖不兑水的原则。 Haqiqatan ham beshakar ekan, chunki mevalarning salgina ta'mi yo'q. Да, свежевыжатый сок. Marketing shunaqa. Просто sok sotishmayapti, свежевыжатый deb beryapti ichib ko'ring deb. Yoqqandan keyin hamma olyapti.
Mana sizlarga marketing. Mana akalarimiz pisochli protsedura olyaptilar. Ma'lumot uchun Xitoyliklar suzishni bilmaydi. 80% Xitoyliklar umuman suzishni bilishmaydi. Shuning uchun mamlakat agrozeniya qilib qo'yishgan. Ana shu yerda faqat cho'milish mumkin. Boshqa joyda cho'milish mumkin emas, bo'lmasa o'ladi. Haqiqatan ham shunaqa ekan. Boshida ishonmadim. Keyin mana bu yerda qaranglar, spasatellar turibdi. O'zidan so'radim. Bizda 80% aholi suzishni bilmaydi deb aytishdi. Shunaqa gaplar. Ilon nima skeletini ko'rganmisizlar? Buni qaranglar. Xitoyda любой narsa bor. Xohlagan narsanglar. Mana buni qaranglar, qanaqa narsalar. Shampinyonni pishirishyapti. Haqiqatan ham mazali lekin shampinyon. Bu yerda tovuq va mana o'sha mashhur shashliklari. Thank you. Xullas, shunaqa gaplar. 57 ming dollar turadi. Tushunishinglar uchun unaqa katta narsa emas, mana yonida ham. 57 ming dollar. Bu hammasi emas. Dahshatga tushinglar. Mana bu taxtalik, stol, mana shu komplekt 27.500 dollar. Ishonmasanglar, mana bu yuandagi narxi Google ga kirib dollarga o'tkazinglar. 27.500 dollar. Endi to'g'ri, men uchun oddiy, faqat oddiy narsa-da. Tarixi bo'lishi mumkin, lekin baribir oddiy taxtalik narsa.